Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizda bir savolim bor edi. Xo'sh. Urush nima? Men o paytlar yosh edim. Bobolarimiz, otalarimiz, vatandoshlarimiz nobud bo'lgan shu urushga borib kelajakdagi yaxshi yashashimiz uchun, porloq yashashimiz uchun o'z jonlarini fido qilgan. Men ham vatan himoyachisi bo'lsam bo'ladimi? Albatta jiyan. Rahmat. Mayli jiyan, sog' bo'lgin. Assalomu alaykum aka. Patrul xizmatidan janob Fazliyev inspektori. Sizlarga bir savolim bor edi. Bemalol. Men ham sizlarday bo'lish uchun nima qilishim kerak? Hurmatli fuqaro, siz O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Ichki ishlar akademiyasiga topshirishingizni maslahat beradi. Rahmat. Sog'lik bo'lmasin. O'tiringlar bolajonlar. Bugungi mavzumiz kelajakda kim bo'lishini xohlaysiz mavzusida insho yozish. Xo'p, bolajonlar, bugun biz sizlar bilan shu mavzuda kelajakdagi niyatingiz, orzularingizni oq qog'ozga tushirishingizni sizdan so'rayman. O'quvchilar, yozib bo'ldingizmi? Xo'p, qani kelajakda kim bo'lishni xohlaysiz? Kelajakda men bort kuzatuvchisi, ya'ni stewardessa bo'lmoqchiman. Yaxshi. Bu kasbga erishish uchun qanday harakat qilish kerak? Bu kasbga erishish uchun barcha fanlarni yaxshi o'qish kerak va yana rus tili, ingliz tili, chet tillarini mukammal bilish kerak. Yaxshi. Va ingliz tili va rus tilini bilish kerak va fe'l va atvori jiddiy bo'lishi kerak. Marhamat, Faxriddin. Men kelajakda vatan himoyachisi bo'lmoqchiman. Nima uchun bu kasbni tanlayapsan? Otam harbiy xizmatchi bo'lgan. Bundan bir necha yil avval xizmat vaqtida vatanimizni himoya qilish chog'ida halok bo'lgan. Men ham otamning yo'lida borib, vatanimiz sarhadlarini himoya qilishni maqsad qilib qo'ydim.